Yedirilgan sehrga qarshi Sano va Sidir choyi aralashmasidan tayyorlangan shifoli damlamaning tayyorlanish tartibi quyidagicha. Buning uchun yarim litr toza suvni qaynatish uchun qulay bo'lgan maxsus idishga solib, ustidan 1-2 osh qoshiq Sano bargini hamda xuddi shuncha miqdorda Sidir bargini ham qo'shib, gazning ustida o'rta olovga qaynab chiqishi uchun qo'yamiz. Bu orada eslatma sifatida Sidir bargi va lavr bargini aralashtirib yubormasligingizni, Sidir bargi bu Sidir bargi ekanligini, lavr bargi esa dafna bargi ekanligini va yana hattoki ularning ko'rinishi jihatidan ham bemalol farqlasa bo'ladigan holatni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Dafna, ya'ni lavr bargi Sidir bargiga nisbatan qattiqroq va uzunroq shaklda bo'ladi. Qaynab chiqqan shifoli damlamamizni maxsus suzgichlardan suzib olib, imkon qadar al-falaq, an-nas suralarini shifo niyati ila qodir bo'lganingizcha o'qib dam solib, och qoringa o'rtacha 3-4 kun davomida ichilib boriladi. Bu damlamada Sano tabiiy surgudorsi hisoblanib, ichni tozalasa, Sidir esa sehrni haydovchi quvvatli giyohlar tarkibiga kiradi. Tabiiyki, bemorda tozalanish jarayoni o'ziga yarasha og'riqli kechadi. Sababi oshqozonda yopishib olgan sehr osonlikcha ko'chib o'tmaydi. Ilk og'riq bir kuchayib, keyin kundan kunga kamayib, bemorning holi yaxshilanib boraveradi beiznillah.